Assalomu alaykum hammaga. Atkerga servis obunachilari, bugun sizlar bilan stage programmalar haqida gaplashamiz. Stage o'zi nima? Uni plyus minuslari, motorga foydasi, zarari va ustalar hozirgi kunda yozib turgan o'sha programmalar hammasi to'g'rimi? Shular haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Plus stage 2 va 3 haqida ham sizlarga video davomida ma'lumot berishga harakat qilaman. Hamma bilgan stage 1 haqida gaplashamiz. Stage 1 motorning holatini kuchaytirish va ekonom qilish uchun qilinadi. Stage bu mana shu mashinani o'zini blok upravleniyasi EBUsiga yoziladi. Shu orqali mashinani o'sha motoridagi zajigani, pedal чувства va ограничение, o'sha mashinadagi bo'ladigan hamma kompyuter orqali boshqariladigan chaslari stage orqali o'zgartiriladi. Stage qilinganda mashinada yoqilg'i sarfi 10-20% gacha kamayadi. Ot kuchi ma'lum miqdorda nechdir foizgacha qanchalik kuchaytirishga qarab oshadi. Endi bunday holatda bilasizlar, mashinaga proshibka qilishdan oldin zavodskiy holatda mashinani o'zi tortishi o'rtacha bo'ladi, lekin yoqilg'i uncha-munchaga tanlamaydi, lekin rasxodlari ham o'rtacha bo'ladi. Shuning uchun mashinani programma qilinadi. Bu o'sha xalq tilida stage deb nom olib qoldi. Hamma bir-biriga o'sha stage deb gapirib, ko'pchilik tushunmasdan ham programmani sizniki stage emas ekan, buniki stage ekan deb tushunchaga borib qolishdi. Shular haqida bugun ma'lumot berib o'tamiz. Bu programma yozib turilganda, bilasizlar, birinchi stok holatida, o'sha zavodskiy holatida mashinada gaz bosilganda оборот, ayniqsa avtomatlarda 3,5 ming, 4 ming оборотdan o'tmaydi. Xolosтой xodda bu yurganda o'sha 5,5 ming, 6 ming оборотgacha ko'taradi, chunki bu sizlarda gazni necha foiz bosishligiga qarab. Ko'pchilik ustalar stage o'sha programma yozamiz deb o'sha programma qilishganda motorda o'sha xolosтой xod ограничениясini yechib qo'yishadi. O'sha bez limit o'sha 7,5 ming, 8 minggacha olib chiqib qo'yishadi. Bunday holatda xolosтой xodda turganda mashina qattiq kuchanadi. Bu kuchanganda o'sha motorga полный нагрузка keladi. Agar shu yo'sinda keyinchalik ham ko'p yuriladigan bo'lsa, klapanlarda kuyish, svichalarda tez ifloslanishi, mashinadagi MAF datchiklari bor. Bular ham tez ishdan chiqishiga, keyin mashina qanchadir vaqt o'tgandan keyin dvigatel nosoz ishlashiga olib keladi. Endi bunga sabab ko'p ustalar ограниченияni haddan ortiq ko'p ko'tarib yuborishadi. Shu mashina kuchaysin, lekin ag'i xuddi mani ishim yo'q deb bo'lib qoladi. Masalan, doktorlarga ham borsalaring, o'sha antibiotiklarni haydaveradi. Bu avtomatik odamning o'zini immunitetini ham tushirib yuboradi. Bu xuddi shunaqa narsa. Keyinchalik programma o'sha eng kuchlisini qilingandan keyin mashina yurib turib, u programmaga qoniqmay qoladiki, undan yaxshiroq programma yozsa ham mashina uni sezmay qoladi. Ishda o'sha motor resurslari tez yetib keladi. Hozir mana shu Cobalt'imizda sizlar bilan stok holatda programmani va o'sha ko'chatilda stage qilingan programmani ko'rib chiqamiz. Qanaqa nimada o'zgarishlari bor, bu farqlarni hozir birga yozib sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p, hozir bu mashinamizga shu stok zavodskiy programma yozib olamiz. Hozir buni tekshirib ko'ramiz, qanaqa ishlaydi. O'zi zavodskiy har bitta programmada mashinani eng o'sha o'rtasi olinadi. O'sha yoqilg'iga ham, tortishiga ham, motor resursini ishlab berish muddati ham eng o'rtasi olinadi. Agar o'sha stage qilinganda, agar o'sha noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, ko'proq o'sha resursi minus bo'lishni boshlaydi. O'sha klapan kuyishi, boshqa motordagi boshqa chaslar o'sha mashinada ortiqcha shovqin ham ko'payib ketadi. O'shaning uchun programma qilinganda har bittasini o'zi hisobi qilinadiki, shu motorning rasxodi ham yaxshi bo'ladi, tortishi ham yaxshi bo'ladi, motor o'sha resursi ham sizlarga o'sha zavodskiyda qanaqa xizmat qilsa, pashti xuddi shunaqa xizmat qilib beradi. Shunga qarab o'zlaring ham yoqilg'ini tanlab, o'sha yaxshisini quyib yurishlaring kerak. Gaz bo'ladimi, metanmi, propanmi, qaysini yurgan bo'lsalaring ham baribir benzinga e'tiborli bo'lish kerak. O'sha ko'proq benzinni o'zida ham mashina motori tez yetib kelib qoladi, agar benzin rasvo bo'ladigan bo'lsa. Bu mashinamizga o'sha zavodskiy stok programmasini yozdik. Mashina ishlab turibdi, ishlashlari chotki. Endi bu holatda mashinamiz 80 ga ham, 92 ga ham yuraveradi. Lekin o'zi jelatin 80 quymagan ma'qul. Lekin ko'proq stagelar qilinganda ko'proq o'sha 92 undan tepa benzinga hisob qilinadi. 80 ga ham qilish mumkin, lekin iloji boricha undan 92 dan tepa. Endi bunda o'rtasi bo'lgani uchun
unisiga ham bunisiga ham yuradi. Chunki zavod programma qilib turganda har tomonni hisob qiladi. Chunki shahar territoriyasida yashaganlar bor, rayon territoriyasida hamma joyda benzinning sifati bir xil emas. Mana endi hozir buni gaz bosamiz mana. Yaqinroq olib keling. Оборот mana hozir bosib turaman gazni, оборотni xalasi xuddi mana pada turibdi. Bu neytralda ham, pada ham bir xil bo'ladi. Mana hozir bosib turaman. Оборот mana 3400 3,5 mingdan o'tmaydi. Ограничение bu zavodskoy programmalarda hech qanaqa ограничение yechilmaydi. Hozir mikrofonni motorga yaqinroq qo'yamiz va motorda bitta ovozni eshitib ko'ramiz. Hozir motorda ovozni eshitdilaring. Motorda ovozi bu zavodskoy stok holatdagi shovqini. Endi motorda ishlashiga e'tibor bersalar bo'ladi. Soatda ishlab turibdi. Bu hozir bu mashinamiz 100 mingdan oshiq yurgan, 102 ming. Motor ishlashi idealniy. Nimaga? Bu ortiqcha kuchangan yoki boshqa qilingan programmada yurmagan. Stage qilingan o'sha keragidan ortiq ограничениyaning yechilgan mashinalardagini ko'rsalaring, motor o'zi bundan ham shovqinroq turganda o'sha bu probegda detonatsiya bilan ishlab qoladi. Hozir endi o'sha stage qilingan o'sha ограничениyalar boriga yechilgan programmani hozir yozib, sizlar bilan tekshirib ovozlarni eshitib ko'ramiz. Hozir mashinaga o'sha keragidan ortiq kuchaytirilgan programmani yozyapmiz. O'zi asli endi mashinaning modeliga qarab 5 minut, 3 minut, 2 minut, 1 minut vaqt ketadi programma yozgani. Lekin bu programmalarni ko'ngildek qilib yasash, rasxodlari, tortishlarni ideal qilib olish uchun kerak bo'lsa oylab, yillar vaqt ketadi. Kerak bo'lsa hozirgacha mana shu Gentra yoki mana shu o'zimiz chiqib turgan mashinalarni hozirgacha darobotga qilamizki, yana ham idealni qilish uchun aytishlar mumkin, bitta mashinani shuncha vaqt qiladimi deb. Yo'q, bularda shunday darajada funksiyalar ko'pki, agar buni idealni qilinadigan bo'lsa, yana ham mashina rezultat beradi. Mashinani yana bitta tomoni bor. Masalan, yangi stok, o'sha zavodskiy yangi holatdagi mashinaga boshqa programma, o'sha 200 ming yurgan mashinaga ozgina boshqacharoq programma qilish kerak. Nimaga? O'sha yangilikda qilingan programmani o'sha mashina qanchadir muddat, o'sha qanchadir resurs ishlagandan keyin o'sha programmada hech shunaqa rasxod yoki tortish bermaydi. O'shaning uchun kerak bo'lsa hamma mashinaga individual yondashish kerak bo'lib qoladi. Mana hozir yozib bo'ldik. Eshitdingizmi? Programmamiz yozdi. Endi hozir buni xalasi xodda ham o'sha ovozni eshitib ko'ramiz. Hozir bu ham P holat turibdi. Buni hozir mana ограничение o'zi yechilgan. Mana men gazni ozgina bosib qo'yib, endi hozir to'liq bosamiz. Ko'ryapsizlar, ограничение o'zi yechilgan 7 mingdan o'tib ketyapti. Endi buni hozir motorini o'sha holatda eshitib ko'rasizlar. Mana hozir stok zavodskiy holatda ham mashinaning motorini programmasini eshitdilaring. O'sha ko'cha programmistlar tilidagi stage programmani ham holatini ko'rdilaring. Endi bu holatda ko'proq urg'u o'sha programma yasalganda ограничениyalarni yechishga, mashinani qattiq kuchlantirishga. Hozir bunda zajigani ham kerakdan ortiq ko'tarilgan. Hozir buni haydab o'sha ko'rgan odam biladi. Bunda motor ovozlari ham baland bo'lib ketgan. Bu degani motor keragidan ortiq nagruzkada ishlayapti. Xuddi odam turgan joyida bir 200 marta sakraganga o'xshaydi, lekin yugurganchalik foydasi yo'q. Xuddi shunaqa holatga o'xshatsak bo'ladi. Bunaqa holatda mashinaning resurslari tez yetib keladi, rasxod ham bu holatda ekonom qilmaydi. O'shaning uchun ko'pchilik shunaqa programma yozib berganlar keladi, skor alishda muammolar bo'lyapti, motor ovozi baland, rasxod ham ko'p. Faqat shu tortish yaxshi deyshadi xolos. Endi bunaqa qilib tortishni zo'r qilgandan ko'ra обычный to'g'ri yasalgan programma kerak bo'lsa tortishi bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin. Nimaga? Unda faqat zajigani yoki ограничение yechilmagan, to'g'ri darobotga qilingan bo'ladi. O'shaning uchun programma yozdirganlaringda ham mana shu ограничение yechib qo'ygan bo'lsa, men buni maslahat bermayman. Nimaga? Bunda o'zi polniy mashinaning motori nagruzkada yuradi. Endi yoshlari bo'lsa, necha haydab sotib olamiz degan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsa ham bor. Mana shu stage yozdirib qo'yilgan
mashinani kimdir sotib olgandan keyin ovozi balandlik qiladigan bo'lsa, mashinani motorini u kelib turib stok zavodskoy programma yozdirgandan keyin ham motorda ovozi o'ziga kelmaydi, chunki o'zi o'zgarib ketgan bo'ladi. Yeyilishlar yoki boshqa o'zidan motor shovqin chiqarib yuboradigan bo'lib qoladi. Endi hozir sizlar bilan programmasini jichcha tushuntirib o'taman, ichki o'zgarishlari qanaqa bo'lgan. Chip tuningni hozir ochib ko'ramiz programmani, zavodskoy programmani hozir ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, mana shu mashinani parametrlari, buni xohlagancha maska, rejim pust, переход, холостой xodlar, bu orqali mashinani xohlagan joyini o'zgartirsa bo'ladi. Endi hozir ko'cha tili bilan aytganda stage deyishadigan programma bilan hozir bu ochganimiz zavodskoy programma solishtirib ko'ramiz, qanchalik o'zgartirishlar kiritilgan. O'zi programma qilinganda agar to'g'ri qilinadigan bo'lsa, расход kamayadi, o'sha aytganimizdek tortishlari zo'r bo'ladi. Uni faqat холостой xodida ограничение yechib qo'yish bilan stage hisoblanmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Programmani qayta o'zgartirishlar kiritilgani. O'sha asosiy buni hozir tushuntiradigan joyim mana ограничение оборотlar. Mana ko'rsalang bo'ladi. Mana o'ziniki qora chiziqda esa bu och jigarligi bu o'zgartirilgani. Xo'p, mana asosan o'zgartirilgan холостой xodda 3,5 ming оборотda bilasizlar, avtomat korobkalarda gaz ko'tarmaydi холостой xodda, lekin 3,5 mingdan keyin yurganda lekin ko'taradi. Hozir mana buni ограничение yechib qo'yilgan, ko'rsalang bo'ladi. Mana ikkovida ham yechilgan. Endi buni mana masalan hozir men холостой xodini o'zgartiradigan bo'lsam, deylik mana shu narsani olib ko'tarib beradigan bo'lsam, mana холостой xod ограничение yechiladi. Ko'cha tili bilan aytganda o'sha stage bo'lib qoladi. Kimdirlar buni Red Bull, Pitbull deb programma ham deb chiqyapti. Endi to'g'ri, u boshqa joyini ham o'zgartirgan, shu joylari ham xuddi shunaqa qilingan. Men o'sha ko'p ko'rgan o'sha maqtab stage deb qilib berishgan programmalar, lekin aslida mashinaga turgan bitgani zarar. Bu misollar bilan tushuntiryapman. Xuddi o'zingiz tabiiy emas, sun'iy testosteron urasiz, keyinchalik o'zingiznikini ishlatmay qo'yadi. U degani keyinchalik mashina uncha programmaga qoniqmay qo'yadi. Холостой xodini o'zgartirgan programma stage u, o'zgartirmagan stage emas. Uni tushunib olishlaring kerak. O'zlaring buni ko'p tushuntiryapman. Kerak bo'lsa ограничение yechilmasdan hamma yo'g'i idealni yasalgan programma, o'sha biz stage qiladigan programmalarni kerak bo'lsa 100% olib qo'yadi. Tortishida ham, расходida ham. Bu faqat to'g'ri, gрамотно yasalgan programma bo'lsa bo'ldi. Bu o'zi isbotdan ko'p o'tgan, chunki biz ko'p yozilganlar o'zimiz yozib o'zgartirganlarimizda idealni chiqqan, u muammo yo'q. Endi boshqa modeldagi misol Cobalt, Gentra, Nexia 3 yoki qanaqadir boshqa mashinalarda ham xuddi shunaqa programma orqali o'zgartirsa bo'ladi. Ko'rsatmoqchi bo'lganim, bu juda qiyin narsa emas. Buni agregatsiya yechib qo'yib, mana stage degani u stage emas. Endi hozir ozgina bo'lsa ham programmadan ham tushuncha oldalaring, programmalar o'zi qanaqa qilib qilinadi. Endi bularni yana ham yurib, keyin qaytadan o'zgartirilganda rasxodlariga qarab turib yana programma yasaladi. Bu kerak bo'lsa bitta programma yasash ancha vaqt, mehnat talab qiladi. Hozir endi men sizlarga stage 2-3 haqida ham jichcha video ko'rsatib, o'zimizda Gentramiz bor. Unda o'sha darabotka qilingan, o'sha bilan ko'rsatib sizlarga ozgina tushuntirib berib videoni tugatamiz. Stage 1da tushunib oldilaring, bunda faqat programma orqali darabotka qilinadi, mashinaning ot kuchini oshirish. Stage 2da yana ham ot kuchi oshadi. Bunda havo filtriga nulavik filtr qo'yiladi. Va o'sha PAUK qilinadi. O'sha glyushitr ichki sistemasi magistrali sal o'zgartiriladi. Unda yana ham programma ozgina darabotka qilinadi. O'sha ikkinchi etapda mashina yana ham kuchliroq bo'ladi. Unda o'sha servis yana ham ko'proq qilinadi. Shu mashina dicha расходi boshqacharoq bo'ladi. Nimagaki mashinani remont qilish jarayoni ham sal tezlashadi. Nimaga? O'sha unda motor ko'proq nagruzkada yuradi. Endi hozir mana shu ko'rib turgan mashinalaring stage 3 qilingan. Buni endi hozir sal tushuntiraman. Stage 3da o'sha nulavik unaqa filtr emas, o'sha turbina qilingan. Mana ko'rsalang bo'ladi. Gentrasi borlar biladi. Mana bu yerda o'sha filtr bo'ladi. Unda mana turbina, mana bu yerda mana shu turbinani o'zi turibdi. Ko'rsalang bo'ladi. Mana bu katalizatori chiqishda turibdi. O'sha bunda magistral o'sha umuman o'zgartirilgan. Bunda stage 3 turbina, yana ham darabotka
kuchliroq qilingan. Bunda ot kuchi o'sha mashinaga endi qanaqa turbina qo'yishiga qarab 50 ta, 60 ta, 100 tagacha qo'shish mumkin. Motorni bu ko'tarishiga qarab. Bunaqa holatda mashina servis xizmati ham ko'payadi. Nimaga? O'sha motor oldingidaqa ko'p xizmat qilmaydi, chunki zavodskiy buni ichki sistemasi turbinaga moslashmagan bo'ladi. Shuni hisobiga sizlarda o'sha rasxod ko'payadi. Oddiy misol, mana shu mashinamiz 120 ming kilometr yurgan bo'lsa, o'sha 2 marta motor, o'sha 2 marta korobka qilib bo'lingan. Polni tushirib boshqatdan nimaga? Qanchalik kuchaytirilganda mashinani o'zining resursi kamayaveradi. Endi biz hop buni o'zimiz o'sha birga qilganmiz, lekin biz yo'nalish bunaqa stage 2, stage 3 qilish emas. Bunaqa qilinganda resurs avtomatik mashinaning o'zi korobkalari yoki dvigatel oldingidaqa uzoq ishlamaydi. O'shaning uchun maqsad bularni ham ko'rsatib qo'yishdan ko'pchilik stageni boshqacha ham tushunib qolishyapti. Xuddi shunaqa etapma-etap qilinaveradi. Bu eng oxirgi etap. Endi turbinali o'zi motor bo'ladigan bo'lsa, ularda turbina kattarog'i, o'sha boshqa sistemalar qilinadi. Endi hozir bularda stage 3 da o'sha benzin asos kuchlirog'i, tormozno sistemamiz ham bunda o'zgargan, epikga qo'yilgan. Ko'rganlarga o'sha turbina, o'sha pavuk hamma narsa qilingan. Hozir buni bitta o'tatib sizlarga ovozni eshittiraman. O'sha bunda motor yana ham ovozi o'zgargan. Hozir bu yerda glushiterda ozgina ishi bor. Ancha navasiga qaror bo'lmagani uchun ovoz yana ham baland bo'lib ketgan. Lekin mana motorlarda ishlashi agar hozir sal grubilik hisobga olmasangiz, soatda ishlab turibdi. Nimaga? Bunda hamma narsa o'sha to'g'ri qilinganiga, faqat o'sha 2 marta motor, 2 marta korobka qilinganiga sabab keragidan ortiq nagruzka berib biz haydaganmiz. Endi o'zimiz ham usta bo'lganimiz uchun biron narsa qiladigan bo'lsa, o'sha katta nagruzka tekshirib ko'ramiz. Hozir buni o'chirib tushuntirib olaman. Ko'rdilaring, ovozni ham eshitdilaring. O'zi buni ustalar o'zi yoki bunaqa qilgan motor o'zi fanatlari ham yaxshi tushunadi o'zi stageda, lekin ko'chada baribir 95% odam stage o'zi haqida ma'lumotga ega emas. Sizlarga ozgina bo'lsa ham qisqa qilib, endi bu o'zi ichga kiradigan bo'lsa murakkab, o'ziga yarasha sistema, o'ziga yarasha har bitta elementni joyiga qo'yib to'g'ri qilish ham bu ham bitta san'at. Aslida nima demoqchiman, qanaqa programma qilsalar ham, nima qilsalar ham o'sha tushungan o'zi ustalarda qilishlik maslahat beraman. Nimaga? Bu sizlarga o'sha yetidan keyin ham ortiqcha rasxod chiqarmaydi. O'sha motorlarning umri ham uzoqroq bo'ladi, rasxodlar ham ekonom bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. Xudo xolasa sizlarga o'sha manfaatli bo'ladigan, foyda keltiradigan ma'lumotlarni, videolar taqdim etishda davom etamiz. Bundan keyingi videolarimiz qanaqa bo'lishini kommentariy yozib ketsalaring, sizlarga qiziq bo'ladigan o'sha mashinalar haqida sizlarga ko'rib chiqib, o'sha qiziqrog'ini tanlab, o'shalar haqida video qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.